To'lqinni birov urganmikan, raso qilyapti. Ular reanimatsiyada deydi. Kim urgan? Qanday urgan uni? Surishib boryapman. Assalomu alaykum hurmatli Jonboy tabrik kuzatuvchilari. Bugun sanamiz 1-aprel. Elbek akamga prikol va hazil 1-aprel deb aldab aytmoqchimiz. Endi bu hazil sal qo'rqinchli-yu, lekin endi Elbek aka rozi bo'lasiz, boshqa yo'l topa olmadik. Rozi bo'lasiz Elbek aka, просто hazil prank. To'lqinni hozir urgan bolalar deymizdan. Абонент банк beryapti. Iltimos aloqada qoling. Ajda. Пожалуйста, оставайтесь на связи. Hurmatli kuzatuvchilar. Telefon qilyapti Elbek aka. Elbek aka rozi bo'lasiz. Alo. Ha, tamam. Elbek aka assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qaydasiz? To'ydaman. Qachon chiqasiz? Men chiqaman. Kechga. Ha, no, Jonboy banchasiga bir keling. Nima gap? To'lqinni birov urganmikan, raso qilyapti. Onoda deydi, reanimatsiyada deydi. Kim urgan? Bilmayman, hozir telefon yo'q. Birov olib bordi Damas'da deydi. To'lqinni o'zi bilan gaplasholmayapman. Qayerda urgan? Jonboyda bo'lsa kerak. Kim urgan? Qanday urgan uni? Damas'da olib kelgan bola bor ekan. Men Perezvoltdan olib keldim dedi Damas'dagi. Surishib boryapman. Xo'p. Xudo, hurmatli Yomon bo'ldi kuzatuvchilar. lekin. Real bu haqiqat bu. Bu PR emas. O'zim yuragim bosib o'ylab qo'rqyapman. Men qo'rqib ketyapman. Men yomon qo'rqyapman lekin Elbek ham qanaqa emotsiyada nima bo'ladi? Sroshli boryapman dedi. Endi men Sroshli Jonboy tuman bansasiga borib turib, akamni kayfiyatini ko'tarishga Men harakat qilmay qilaman. dedim lekin sizga aytdim, qo'ying dedim. Shart emas. Hurmatli kuzatuvchilar, Elbek akam ana To'lqin akam telefoniga telefon qilyapti. Elbek akam birinchi nima qilyapti? Voy Elbek aka, Sen hozir telefon topdingmi? telefon menda ha. Strash urganmi? Ha, olib kirib ketgan. Opiga bo'lgan nomeri bormi Damas'da? Yo'q, nima yo'q. Nima qildi ekan ha? Tushunmadim. Hazillarimiz qaltis biroq, qalblaringiz og'ritishdan biz yiroq. Oz-moz ko'ngillarni ko'taray deymiz, buning uchun aslo xafa bo'lmaysiz. Yashirin kameralar har tarafda. Aka 1-aprel. Xafamasmisiz aka? Devili, Xafamasmisiz? 1-aprel esda o'ylab bunaqa shoshilish kerak emas. Nomardda. To'g'ri, haqiqatan. Orzu akam strashli bizlar boshimiz. Yana aytib, buni hammasini. Tan olishim mardishilik.